Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizani kuzatib turgan mehmonlar. Bugun sizlar bilan birga qish mavsumi uchun birgalikda malinali moxito hamda assorti moxitoni birgalikda tayyorlaymiz. Qani bo'lmasa boshladik. Bizga malinali moxitoimiz uchun 2 litrlik ikkita banka qilamiz. 600 gram malina hamda 400 gram shakar va 2 bo'lakdan limon hamda miyata kerak bo'ladi. Hozir birinchi malinali moxitoni qilamiz. Bankalarimizni 15 minut davomida yo gaz duxovkasi yoki shunaqa parda bug'latib parlatib olamiz. Mana hozir birinchi bu malinani bankalarimizga joylashtiramiz. Mana 2 litrli bankalarimizga malinalarni 300 gramdan solib joylashtirib oldik. Endi buni ustidan ikkitadan yalpiz shoxchalardan solamiz. Mana bankamizga mana ikkitadan yalpiz shoxchalarini soldik. Endi bo'lsa buni ustidan ikkitadan limon bo'lakchalarini solamiz. Mana limon bo'lakchalarini ham soldik. Endi buni ustidan 200 gramdan shakar solamiz. Mana 200 gramdan shakar ham soldik. Endi buni ustidan qaynoq suv solib qopqolarini buramiz. Endi ustidan qaynoq suv solamiz. Mana qaynoq suv ham soldik. Endi bo'lsa yaxshilab buni buramiz. Qopqog'ini. Mana malinali moxitoimizni yopib oldik. Ranglar shunaqa chiroyli bo'lgan. Mazalari ham zo'r bo'ladi. Endi bo'lsa assorti moxitoni qilishni boshlaymiz. Mana malinali moxitoimizning ichlari shunaqa chiroyli bo'lgan. Assorti moxitoimiz uchun olcha kerak bo'ladi, uri va janaqa olma kerak bo'ladi, hamda limon bo'laklari va yalpiz shoxchalari kerak bo'ladi, hamda shakar solamiz. Hozir biz 2 litrli banka yopamiz. Katta shunaqa peladan 2 pela olcha solamiz. Olchamiz shiponka olcha. Xohlagan olchadan foydalanishimiz mumkin. Hozir 2 piyoladan olcha solamiz bankamizga. Mana bankalarimizga 2 piyoladan olchalarni soldik. Mevalarimizning hammasini yuvib, yaxshilab suvdan silqib olgan mevalarimizni. Chunki biz qaynoq suv bitta qo'yamiz, to'kib tashlamasdan shakarlar solgan bo'yicha yopamiz. Shuning uchun mevalarimizni hammasini yaxshilab yuvib tozalab ancha suvdan silqib olgan bo'lishi kerak. Mana olchalar soldik. Endi buni ustidan uridan solamiz. 4 donadan olmadan solib chiqamiz har bitta bankaga. Mana urilarni soldik. Endi buni ustidan olmalar solamiz. Mana uri olmalarni soldik. Endi bularning yoniga yalpiz shoxchalar va limon bo'lakchalarini solib olamiz. Mana bankalarimizga limon bo'lakchalar bilan yalpiz shoxchalarni ham soldik. Endi buni ustidan 200 gramdan shakar solamiz. Mana shakar ham soldik. Hamma mevalarni solib, shakarlarni solib tayyor qilib oldik. Agarda bankamiz 3 litrli bo'lsa, xuddi shu mevalarni shu miqdorda solib, faqat shakari 250 gram solib yopsak ham bo'ladi 3 litrli bankaga. Bu yerda mevalari ozgina ko'proq bo'ldi. Chunki qishda mevalari ham zo'r bo'ladi, yeyishli bo'ladi. Endi ustidan qaynoq suv quyib yopamiz krishkalarni yaxshilab. Mana bankamizga qaynoq shaqlab turgan suv quyib olamiz. Yaxshilab qaynagan shaqillagan suv bo'lishi kerak. Bankamizni to'ldirib olamiz qaynoq suvga. Mana bankamizni yopib oldik. Krishkalarni, qopqolarni. Mana ichlari shunaqa mevalar juda ham chiroyli bo'lib, zo'r bo'lib chiqadi. Buni endi teskarisiga o'girib, ustlarini qalin qilib yopib qo'yamiz. Xuddi shunaqa qilib men har yili banka yopaman. Hech ham qaynatmayman olchalarni. Bitta suv quyaman, qaynoq suv va issiqqa yaxshilab o'rab qo'yaman. Shu bo'yicha turadi. Umuman hali bitta ham qo'ysamasin, bankam o'tmagan. Bitta qaynoq suv quygan bo'yicha burab qo'yaman. Endi bularni issiqqa o'rab qo'yamiz. Mana bankalarimizni teskarisiga o'girib oldik. Buni ustidan qalinroq azyolma, biror qalinroq narsa bilan o'rab qo'yamiz va soviguncha o'roqli ahvolda turadi.
Sovigandan keyin o'ngiga o'girib, saqro joyiga qo'yib qo'yamiz. Juda ham zo'r bo'ladi. Endi hozir o'rab qo'yamiz. Mana bankalarimizni o'rab qo'ydik. Endi so'guncha 2 qumman, 1 qumman qachon sovisa, o'sha sovigandan keyin o'ngiga o'girib qo'yamiz. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videoda uchrashguncha.